rahmat, tezroq tuzalib keting deb yozayotganligi direktdan kattakon rahmat. Ko'pchilik o'ylashayotgan ekan meni faqat chiroy uchun qildirdi deb. Burningiz chiroyli-ku, nima qildirdingiz deb ko'pchilik yozishdi. Faqat chiroy uchun qildirmadim. Menda go'sht bor edi burnimda. Butida katta travma bor edi. Avariya bo'lganman 6 yil oldin. O'sha suvi ichkariga qarab singandi, o'sha ichida qolib ketgan, operatsiya qildirmaganman. O'sha xalal berardi, nafas olishimga qiynalardim. Katta travma bo'lgan ekan, men o'ylaganim oddiy deb. Bugun mana xirurgim o'sha kuni operatsiyada ochganlarida aytdilar, katta travma bo'lgan ekan, juda ham suyi prям ichga kirib ketgan ekan dedilar. Hodijonga katta rahmat. Shularni to'g'rilab, chiroyli qilib berdilar burnimni. O'sha ancha yaxshiman. Bugun o'sha menda 3-kun. O'zimni ancha yaxshi his qilaman. Ozgina, конечно, bugun отекlar bor. O'sha xirurg tanlashda juda ham qiynaldim. Hamma rinoplastika qiladigan xirurglarni ko'rib chiqdim va oxiri Hodijonda to'xtaldim. Baribir o'zini ishini ustasi, baribir qildirganga yarasha hamma formasini ham to'g'irlatishim kerak edi. Men nima bunaqa ko'rgan edimda pastga qarab ketgandi. Uni chiroyliroq forma qilib baribir shunaqa qildirgim kelgandi. Вот. Formalari ideal, menga juda ham yoqdi. Afsuslanmadim shu Hodijon tanlaganimdan. Endi xudo xolisa 10 kunda yechamiz bularni, keyin ko'ramiz. Effekt olsam sal normalda. Bundan oldingi istorimda вообще xirurgim atmetka qilib bermoqchi edim sizlarga gapirib, o'shaning uchun yaxshi gapirdim. Endi og'zim ochiladi, qaranglar, o'zimga bo'lganman. Har baloni yozavermanglar, iltimos, asabimni o'ynab. Shu qoluvdi, u qoluvdi. Men просто tak o'ynab qilganim yo'q bu narsani. Nafas olishga qiynalardim. Katta travma bo'lgani uchungina qildirdim. Qo'rqardim. Men har doim burnimni qilishga qo'rqaman. Потому что o'lib qolaman deb o'ylardim. Travma bo'lgani uchun nimadir anaqaroq bo'ladi, qiyinroq o'tadi menda deb qo'rqardim. Oxiri qiynalib ketganim uchungina qildirdim. O'shaning uchun har baloni yozurmanglar, bilmasdan turib sizlardan iltimos qilaman. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Endi keyingi istoriyamda вообще 100 yil bilan qo'yib qo'yaman shunaqa yozayotgan, bilmay yozayotganlarni aytib qo'ying. Menga ham shu farqi bilasizlar. Xunuk bo'lib ketibsiz. Kecha operatsiyadan chiqqanimda вообще sizlarni mahol olsizlar, men tushunmadim. Voy tavba baro. Bekor o'zimga kelishmasam bo'lmay yotsam bo'lar ekan, shularni o'qimasdim. Конечно, hamma faqat negativlarni o'qimadim emas, yaxshi gaplarni ham o'qidim. Kattakon rahmat, yaxshi gaplar yozayotganlar uchun tushunib. Esha. Gapiring kelyapti, o'sha qasam o'ynayapti. Keyin men hech qanaqa open budjet hech pul qo'yganim yo'q yaqin orada istoriyamga. Oldingi safarlarga javob berishim mumkin, lekin bu safar men umuman open budjet reklamam chiqib yotdi. O'zi endi operatsiyaga chiqmasam qanaqa qilib reklama qo'yaman. U eski meni istoriyalarim olib birovlarni profillarida ko'rib qilgan bo'lsanglar menga yubormanglar. Men hech qanaqa qo'yganim yo'q bu safar. Ishonmanglar qolganlarnikiga ovoz beringlar deganlik iltimos sizlardan. Sizlarda bo'lsa men Nigina bilan avariya bo'lganman. 2020-yilmi 2019-mi eslolmayman даже. Farg'onadan anaqa avariya bo'lganman. Anaqa bo'ynimni payi cho'zilib ketgan, burnim singan. Biz o'ylamaganmiz o'sha payt shunaqa seryozni singan deb. Lecheniya olganman, anaqa qo'yishgan bo'lishim bilan operatsiya qiling deyishgan, o'shanda ham qildirmaganman. Qolib ketgan. Shundan beri nafas olishim ham qiyinlashgan, hidi bilishim ham pasaygandi. Вот. Endi qildirdim, shuncha yil qo'rqib yurdim. Chunki bilasizlarmi, shu o'lim uchurchiga deyiladi. Qo'rqinchlik. O'shaning uchun qo'rqardim-da. Endi qildirdim. Вообще chiroy uchun qildirgan bo'lsam, bilgan boqimni yemayman. Sizlarga nima tavba qildim.